16-noyabr O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 937-sonli qarori ijrosini ta'minlanganligini baholash uchun kadastr agentligiga tashrif buyurdik. Bugun O'zbekistonda barcha sohalar qatorida davlat kadastr faoliyati ham tubdan isloh qilinib, zamonaviy texnologiyalarga integratsiya qilinmoqda. Sir emas, mamlakatimizda shu vaqtga qadar o'zboshimchalik bilan qurilgan va hujjatsiz obyektlar, aniq chegaralanmagan mahallalar kabi muammolar mavjud edi. Davlat kadastr agentligi esa ushbu muammolarni tezkor va sifatli hal etish borasida xalqimiz va davlat manfaatlaridan kelib chiqib, tizimli rejalar ishlab chiqib, uni amaliyotga tatbiq etmoqda. Xatlov va e'tirof tizimlari orqali 4,5 mingdan ortiq kadastr xodimlarini jalb etgan holda joylardagi 4335 ta mahallalarga aniqlik kiritilgani, 845.096 ta xatlovdan o'tkazilgani fikrimiz isbotidir. 91-yil bizga qaror chiqqan bo'lsa, kolxoz paytida bo'lganda bu qaror o'sha qog'oz bo'yicha yotavergan selsavitda. Hozirgacha kadastr hujjatimiz bo'lmagan. Mana prezidentimizga ming rahmat, xalqni o'ylab, og'irini yengil qilib, shunchalik sharoit yaratib beryapti ekan, eshigimizni taqillatib kelyapti kadastr xodimlari. Nima xizmat bizga, nima kamchiliklar bor, nima muammolar bor degan ming rahmat, shu tashabbuskorlarga ham rahmat, prezidentimizga rahmat, kadastr xodimlariga rahmat. Shu o'rinda qayd etish mumkinki, 2025-yil 4-noyabr holatiga huquqlari e'tirof etilgan 18.682 mingdan oshiq ko'chmas mulk egalarining 1478 nafarigina mulklarni davlat ro'yxatidan o'tkazish uchun ariza topshirgan. Bu hujjat bularga propiskaga turishga, kommunal tizimlarga ulanishga qulayliklar yaratiladi. Ko'pchiligi bizga savollar ham bo'ladi. Maniki 25-yilda emas ekan, 26-yildamikin, 27-yilda deb aytdi degan savollar juda ham ko'p. Bu keyingi yillar rejasini biz tushuntirib, targ'ibot, tashg'ibot ishlarini olib bordik. Keyingi yillarnikini yil oxiridan tasdiqlanishligini, qachon keyin o'zimizning saytlarimizda ham e'lon berib boryapmiz. Qachonga, qaysi mahallaga o'tamiz? Mahallaga biz bitta narsa sizlar ma'lum qilishim kerak. Mahallaga biz 1 oy, 1,5 oy oldin xabarnoma beramiz mahalla raisiga. Shu mahallangda hamma ko'chmas mulk egalarini, turar joy egalarini xabardor qilsanglar, shu xatlovdan qolib ketmasa degan maqsadda biz xabarnoma beramiz. Ertaga muhandislarimiz ham qiynalmasin, fuqarolar ham birinchi navbatda sarson bo'lmasin. Mazkur tizim nafaqat ko'chmas mulklarni huquqiy muhofaza qilish, balki yurtdoshlarimizga barqaror yashash, tadbirkorlik qilish, kredit olish imkoniyatlarini yaratadi. Jarayon davom etmoqda va barcha viloyat, tuman, shaharlar bo'yicha bosqichma-bosqich amalga oshiriladi.